Uning soqchilari bilan yordamchilari qani? Uning soqchisi ham, yordamchisi ham, kotibi ham yo'q. U payg'ambar xalifasiga o'rin bosar. Doim bitim tuzib yana buzasan. Taslim bo'lishingdan avval musulmonlarning yaxshilarini, Rasulullohning sahobalarini o'ldirding. Seni o'ldirib, ularni o'chini olaman. Hassani ol. Ulug'ning o'g'lini do'pposla. Ulug'ning o'g'lini ur. O'chingni oldingmi? To'liq o'chimni oldim. Endi hassa bilan Amirni boshiga ur. O'g'li shu otasiga ishonib seni savalagan edi. Ey Amir, hur bo'lib tug'ilgan odamlarga quldek munosabatda bo'lishga qanday hadding? Va'dasiga vafo qilgan xorlik bilmaydim. Vijdoni toza inson afsus qilmaydi. O'limdan qo'rqqan inson halovat bilmas, muqarrar o'limdan hech kim qochib qutulmas. Kimda boylik bo'lsa-yu, lek baxillik qilsa, yolg'iz qolar oxiri, do'stlari qolmas.